Assalamu alaykum qarindoshlar. Hozir huzuringizga George Orwell'ning Hayvonotlar qo'riqi nomli asarni o'qib beraman. Bu romanni tarjima qilguvchi Abduqodir Jaloliddin. George Orwell haqida. George Orwell 1903-yildan 1950-yilgacha yashagan bo'lib, asli ismi Eric Arthur Blair. U Angliya yazuvchisi, nasrchisi va obzorchisi. U hayvonlar qo'riqi va 1984 qatorliq proza asarlari bilan dong qozongan. Orwell Hindistonning Bengal shtatida tug'ilgan bo'lib, otasi Angliya imperiyasining Hindistondagi kichik amaldori bo'lgan. Orwell o'zi namrat bo'lsa-mu, o'zini boshqalardan ustun tutadigan oilada cho'ng bo'lgan. Angliyaga qaytgandan keyin 1917-yili o'qish mukofotiga erishib, davlat egidorligidagi Eton maktabiga kirib, a'lo natija bilan o'qiydi ham dastlabki maqolalarini maktab jurnalida e'lon qiladi. Orwell 1922-yili Birmaga berib, Hindistondagi xon jamiyati saqchilarining Birmada turishliq qismida harbiy majburiyat o'taydi. Bu jarayonda u Britaniya imperiyasi hukmronligining Birma xalqining orzusiga muxolif ekanligini bayqab, azoblanishga boshlaydi. Shuning bilan 1927-yili Birmadan qaytib, bir yildan keyin xizmatidan istifa berdi. Keyin u shu mezgillik hayotida erishgan xom materiallar asosida Birmadagi kunlar 1934 va tarjimahol xarakterlik nasrlar to'plami Pil ovlash xotirasi 1936, Dar 1931 qatorliq asarlarni yozdi. Irqiy va sinfiy farq tufayli Orwell yerlik Birma xalqi bilan o'rtaq yashashga amalsiz qoladi. U Angliyaga qaytgandan keyin gunohini yuyish uchun juljul kiyimlarni kiyib, Sharqiy London va Parijdagi namratlar rayonida talamchilar va qochi yuyg'uchilar bilan birga turmush kechirdi. U yana Angliya sargardonlari bilan sargardonlikni boshdan kechirdi. Namratlar bilan birga Kenit dalillariga berib, oq kandir yig'di. U bu kechirmishlariga asosan London va Parijdagi g'urbat 1933 degan asarni e'lon qilib, adabiyot sohasida ko'zga ko'rinishga boshlaydi. Uning tunji romani Birmadagi kunlarda sezgur, durust, ammo hissiyot jihatda yolg'iz qolgan bir odamning samimiyatsiz va buruq turum jamiyat bilan bo'lgan sig'isholmasligi tasvirlangan bo'lib, keyingi prozalarining asosiy holatini turg'izgan. U Bastirning qizi 1935 degan asarida bir qari qizning kechirmishlarini yozgan. Aspedistira parvoz qilsin 1936da bir kitobxona xizmatchisining hikoyasi bayon qilingan. Jahongirlikka bo'lgan bezorlik Orwellni burjuaziyacha turmushdan voz kechtirib, siyosiy jihatda sotsializmga moyillashtirdi. U o'zining siyosiy qarashlarini Vegan pristaniga boradigan yo'l 1937 degan maqolalar to'plamida aks ettirdi. U bu kitobida yana ayni davrdagi sotsializm harakatini o'tkir tanqid qiladi. 1936-yili Ispaniyadagi ichki urushni xabar qilish uchun Ispaniya Cumhuriyetlik xalq askarlari atratiga qatnashib, kenji leytenant bo'ldi. Keyin uning bo'yni og'ir yaralanadi. U shu yerdagi kompartiyaning qarshi
siyasi qutuplarını bastırışıga qoşulmay, 1937-yili İspaniyadan qaçıp çıkıp Kataloniyaga salam 1938 ne yazıdı da bir ömür komünizm vahimisidan qorqup yaşaydı. U Angliyaga qaytqandan keyin murakkab konservativ uslubda qanqib chiqib nafas elish 1939 ne yazıdı. Bu əsərdə u Angliyanın ötmüşdəki işlərini təkşürüb çıxıdı və uruş və faşizm toğrusundakı təşvişlərini namayan qılıdı. İkinci Dünya uruşu partılğandan keyin ilgiri axır bulub BBC'nin Hindistan bölümündə Sol Qanat İşçilar Partiyasının Munbar gazetida xizmat qilib, mo'l usulluq muxbir və ədəbiyyat sənət tənqidçisiga aylanıdı. U 20 yıllık yazıqçılık hayatında 2 milyon xatlik eser yazıp kaldırdı.